Rossiyada yurgan aka-ukalar, Rossiyaga kelmoqchi bo'lgan aka-ukalar, srochni bu videoni bir-biringizga tarqatib qo'yinglar. Yangi qonun chiqdi. 2026-yil 1-yanvardan boshlab sizlarning dokumentingizda ozgina muammo bo'lsa, registratsiyadami, patentdami kichkina muammo bo'ladigan bo'lsa, oldingini singari deportatsiya emas, 1 yildan 3 yilgacha qamoq jazosi qo'llanilar ekan. Shuning uchun bu videoni srochni tarqatinglar. Kelmoqchi bo'lgan aka-ukalar umuman kelmayni, boshqa davlatga borishga harakat qilinglar. Sababi hozir Rossiya Hindiston bilan shartnoma tuzdi. 1 millionga yaqin odam keldi. Ular patent ham qilmaydi, registratsiya qilib bemalol ishlab yurishi mumkin. Rossiyada hamma yerni zelyonniy qilib qo'ydi. Ularga o'zbek tojiklarni sekin-sekin siqib chiqarishadi. Do'stlar, bu videoni albatta tarqatinglar bir-biringizga. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ying. Rossiya qonun chiqardi. 2026-yil 1-yanvardan boshlab qaysi o'zbek mehnat muhojiri agarda birorta bir kichkinagina hujjatida noaniqlik bo'lsa yoki birorta hujjati xato bo'ladigan bo'lsa 3 yilgacha qamash.